Erkaklar ayolda birinchi nimaga e'tibor beradi? Aynan shu borada 90% ayollar xato qiladi. Ayollar o'ylaydiki, birinchi o'rinda men ozg'in yoki semiz bo'lishim yoki hamma ishlarni eplashim, idealni kelin, idealni ona bo'lishimga erkak e'tibor beradi bo'lishadi. Afsuski unday emas. Hozir men sizga erkak uchun kerak bo'lgan asosiy 3 ta punktni aytaman. Birinchi o'rinda erkak uchun muhim bo'lgan narsa uni ko'z qarashi. Chunki ko'zlar bu signal hisoblanadi. Erkak ko'zlar orqali ayolni butun energiyasini his qila oladi. Ikkinchidan esa ayolni tanasini xushbo'yligi. Juda ham ko'pchilik ayollar atir sepib, feromonlar sepib ovora bo'lishadi, lekin toki siz ichkarini tozalamagunizcha sizdan o'sha jozibali, seksualni hid hech qachon chiqmaydi. Birinchi o'rinda erkaklar uchun bizning tabiiy hidimiz juda ham muhim. Uchinchisi esa ovozni ohangi, ya'ni o'ziga ishongan, bemalol o'zini his qilib gapira oladigan ayol, seksualni ohangda gapira oladigan ayol hamma erkaklarga qiziq bo'ladi. Agar ishonmasangiz, albatta buni sinab ko'ring.